11. Kitapning nomi, ma'nisi va o'zining qiyirligi so'zlanadi. Kitapning nomini qutadg'u bilik qo'ydim. O'qiganlarni baxtli qilsin va yo'l ko'rsatsin. Men so'zimni so'zladim va bu kitobni yozdim. Bu ikki dunyoni tutishga sunilgan qo'l bo'lsin. Kishi har ikki dunyoni baxtlik holda qo'lida tutalasa, baxtlik bo'ladi. Bu so'zim haq, rostdir. Kun tug'di aligni so'z beshi dedim. Ey yaxshi kishi, uning ta'rifini qilay. Uningdan keyin oy to'ldini so'zladim. Uningdan muqaddas baxt kuni yo'riydi. Bu kun tug'di deganim qonun, adolatdir. Oy to'ldi deganim baxt, saodatdir. Uningdan keyin o'gdilmishni so'zladim. U aql idrokning nomi bo'lib, kishilarni yuksaldirdi. Buningdan keyingisi udg'urmishdir. Uni o'zim oqibat deb ta'rifladim. So'zimni shu 4 narsa ustida so'zladim. O'qisang hammasi yechiladi. Ko'zingni o'tkir qil. Xushal-xuram hayot kechirgan ey yaxshi yigit, so'zimni zoyi qilmay ko'ngil qo'yib angla. Tirishqin, adolat yo'lidan adashma. Yigitlikingni zoyi qilma, uning foydasini ol. Yigitlikingni qadrla, u tezli o'tib ketadi. Qanchalik mahkam tutsangmi, tiriklik sendan qochadi. Seningda yigitlik kuch-quvvati bor ekan, uni zoyi qilma, davomli toat ibodat qil. Yigitlikimga qayg'uraman, o'kinaman. Ammo o'kinishimning foydasi yo'q. So'zimni to'xtataman. Kimning umrida yeshi 40 yetsa, yigitlik u er bilan xo'shlashadi. Menga 50 yeshim qo'lini takkuzdi. Quzg'un tusidek qora beshimni oqqudek qildi. 60 yosh endi meni kel deb chaqirib Ajal pistirmisiga yo'liqmasam, endi u yoqqami boraman. Kimning yeshi 60 hisobini tugatsa, uningdan hayot lazzati ketadi. Yozi qish bo'ladi. 30 yoshda yiqqanlarni 50 yosh yondirib oldi. 60 yosh qo'l uzatsa, nimalarni qilmaydi? Ey 50 yosh, men sana nima qilgan edim? Nimishqa mendan o'ch elishqa turding? Yigitlikimdagi barcha ishim lazzatlik edi. Endi mening yeydigan ishimni o'g'i qildi. Qaddim o'qdek tuz, qalbim yodek agri edi. Qalbimni o'qdek qilg'icha, qaddim yodek bo'ldi. Yigitlik menga nima yig'ib bergan bo'lsa, qiyirliq kelib ep ketdi. U sangami keladi. Ey qutuldirg'uchi, kel, meni qutuldir. Mushaqqat bilan yil oylarning tutquni bo'lib qoldim. Oyig'im kishansizlik putlashdi, menga mos bo'ldi. Ko'radigan ko'z qarchiqim qorong'ulashdi, yo'rimas bo'ldi. Hayot lazzati ketdi, qalbimning o'ti o'chdi. Yigitlik nomi meningdan yiroqlashdi. O'yg'on ey oqsoqol, o'limga hozirlan. O'tib ketgan kunlaring uchun un selib yig'la. Vaqt kulla behuda o'tib ketdi. Qolgan kunlaringda o'zingni so'rag'in. Ey muhtojsiz, mangu va doim tirik egam. Bu sonsiz tiriklarni o'lim uchun yaratgansan. Sendan bu so'z bilan duo tilayman. Meni bir muncha vaqt tirik qil.
yeshimni uzart. Seningdin kuch-quvvat tilab bu so'zni boshladim. Buni tugatkicha sallik kuch bergin ey egam. Ey tilim. Yaramsızlarni mendan yiroqlashtirguchi yaratquchi egamni tinmay madhila. Chunki u tanladi, yaratdi, ko'nglimni yoritdi. Ko'nglimni to'g'ri yo'l va xotirjamlik ichida tutdi. Qorong'uda edim, tunimni yoritdi. Zulmatda edim, kunimni tug'dirdi. Odishib yurgan edim, yo'limni ko'ztib berdi. U saqlamagan bo'lsa, o't ko'yatdim. O meni tanladi, ayridi, yuksaldirdi. Hem azg'ullah yo'lidan chiqadi. Ko'nglimni yorug'lik bilan zinnatladi. Tilimni shahodat bilan bezadi. Qalb, ko'z, idrok, aql va bilim berdi. Tilimni echib, so'zimni ravon qildi. Meni yetakliguvchi so'yimlik payg'ambarning yo'lidir. Shu payg'ambarlar menga yo'l ko'rsatguchi bo'lsin. Bularning hammasi egamning fazilatidan edi. U mendek toatsiz qulini qadrlik qildi. Yana oylar va yillar hayot yashasammo, buning shukrisini qandoq ado qilaman? Ilohim, bu ojizligimni bilasan. Şuna müşkilim ve muhtajlıkımni sana açaman. Bularning hammasiga loyiq shukr qilolmayman. Menga o'zing rahim qil. Hikmatingga aql yetmaydi. Meni tuz va to'g'ri yo'ldan chiqarma. Mendan bu iymon to'nini yashmaygin. Mening bu jinim tenimdan chiqar vaqtida oxirgi nafsimni shahodat bilan uz. Qora yer qetida o'zim yolg'iz qolganimda menga u yerdamu ko'p rahmat qilgin. Men toatsiz bir qulingman. Gunohim nurg'un. Ey qadrdan, o'z fazling bilan meni kechirgin. Barliq mu'minlarning hammasiga yor yo'lak bo'l. Atki boqiy olamning didorini buguldi ko'rsat.